Mbappe nega diktator deb ataladi? So'nggi paytlarda TikTok, Instagram va YouTube'da bitta so'z juda ko'p uchrayapti. Diktator Mbappe. Lekin savol tug'iladi. Bu laqab qayerdan chiqdi? Rostdan ham Mbappeni jamoadoshlari shunday ataydimi yoki bu shunchaki internet memimi? Bugun aynan shu voqeaning to'liq tarixini bilib olasiz. Kylian Mbappe dunyoning eng mashhur futbolchilaridan biri. Uning maydondagi iqtidori haqida deyarli hamma biladi. Ammo mashhurlik bilan birga tanqidlar ham keladi. Ayniqsa muxlislar orasida Mbappe ba'zan klubda juda katta ta'sir ega degan fikrlar tarqalgan. Shu sabab internetda hazillar, memlar va turli laqablar paydo bo'la boshladi. Eng mashhuri esa diktator. Diktator memi qayerdan boshlandi? 2024-yilda Fransiyadagi mashhur bloger Muhammed Henni o'zining kebabiga hazil tariqasida Mbappe nomini berdi. Oradan ko'p o'tmay Mbappe tomonining advokatlari bunga e'tiroz bildiradi. Shundan keyin Henni ijtimoiy tarmoqlarda shunday mazmunda post yozadi. Postda shunday yozilgan edi: Mbappe o'z nomini diktatorga aylantirdimi? Ana shu jumla bir necha soat ichida minglab repostlar oldi. Keyin esa TikTokda diktator Mbappe memlari yomg'irdek yog'ila boshladi. Muhim jihati, bu rasmiy laqab emas, balki internet hazili edi. 2026-yilda Jahon chempionati vaqtida bu mem yana qaytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxlislar Mbappeni hazil tariqasida diktator deb atay boshladi. AI videolar, montajlar va strik roliklar millionlab ko'rishlar yig'di. Ko'pchilik bu memni rost deb o'ylaydi. Aslida esa uning ildizi oddiy internet hazilidan boshlangan edi. Haqiqat nima? Bugungi kungacha UEFA, FIFA yoki Mbappening o'zi hech qachon diktatorni rasmiy laqab sifatida tan olmagan. Bu futbol tarixidagi ko'plab memlardan biri xolos. Xuddi Ronaldoga yoki Messiga nisbatan paydo bo'lgan internet hazillari kabi bu ham muxlislar yaratgan trend hisoblanadi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi har bir memni haqiqat deb qabul qilish to'g'ri emas. Xulosa qilib aytganda, Mbappega diktator nomi bloger bilan boshlangan kichik mojarodan paydo bo'lgan va keyinchalik butun internetda tarqalgan. Sizningcha bu shunchaki kulgili memmi yoki Mbappega nisbatan adolatsiz laqabmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing va futbol haqida eng qiziqarli faktlar uchun kanalga albatta obuna bo'lishni unutmang. Rostdan ham shu nom Mbappega yarashadi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.